Assalomu alaykum qadrli izlanuvchilar. Bugun biz sizga juda qiziqarli va energiyaga to'la musiqa o'yinini tanishtirmoqchimiz. O'quvchilarni aynan shu o'yin orqali mavzuni yanada mukammal o'rganishlariga va eslab qolishlariga o'z hissangizni qo'shing. O'yin qoidalari: musiqa yangraydi. Bolalar stul atrofida harakat qilishadi. Musiqa to'xtashi bilan hammalari stulga o'tirishga harakat qilishadi. Kim stulga o'tirishga ulgurmasa, savolga javob beradi. Agar u savolga to'g'ri javob bersa, yana o'yinga qaytadi. Javob noto'g'ri bo'lsa, keyingi raundni tomoshabin sifatida kuzatadi. O'yin orqali biz ritmni his qilishni, musiqiy eshituvni, fikrlashni va savollarga tezkor javob berishni o'rganamiz. Har bir bola harakatda, faol va o'yin jarayonida bilim oladi. Jahon urushida ko'chib o'tgan. Vladimir Yakovlevich Shainskiy. Ukrainada. Bir ming to'qqiz yuz yigirma beshinchi yil. Bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil. Musiqa.